Farg'ona shahrida yagona bo'lgan Amir dachaga kelganman. Xudo xolasa Amir dachani bu birinchisi. Juda ko'p odam kelib dam olgan, Farg'ona shaharlar biladi. Buni ikkinchisi ham ochilgan, hozir men sizlarga birda ko'rsatib beray. Bu prirodniy. Hali maza qilib, tinchlik, va'dilda shamol urib turadi. Maza qiladigan dachamiz. Qarang, so'ri, detskiy plashatka ham bor. Hozir hamma yo'qni ko'rsataman. Barbekyu zona, sauna, bilyard, tennis, karaoke, kachali, hamma narsa. Eng qizig'i biz O'zbekistonda redki uchraydigan bilyard bunaqalardan, dachalarda yo'q narsalardan bittasi, ya'ni golf ham bor. Yo'q narsalardan bittasi endi dachalar. Prosta primerga aytib ketyapman, qarang, barbekyu zona, ovqat qilgani sharoit, shashligiga hamma narsa. Bu qarang, musiqani ham eshityapsiz. Sovuqligichi hamma sharoit mana obunachilarim uchun zo'r qilib qo'yilgan. Ikkitadan kachalaylar, qarang. Bilyardni stol ham zo'rdan olib kelib qo'yilgan. Tennisni stol zo'r olib kelingan. Prosta men sizlarga anaqaga aytib ketyapman. Bundan tashqari aytgandek, golf mana. Hech qaysi dachada uchramaydigan haqiqiy mana kulishkalarni ko'ryapsizmi, zo'ridan olib kelib qo'yilgan. Maza qilib, golf ham o'ynab hali o'zingiz uchun nima faqat Donald Tramp o'ynayman, biz ham o'ynaylik, maza qilib, to'g'ri? Keling aka. 15 kishigacha kollektiv o'rtoqlari mana ertaga Qurbon hayit, bag'i 5 kunlik vaqtni o'ylab boshlanadi. Kelib, dam olib, oilaviy. Misol uchun 15 kishigacha kollektiv bilan kelsa bo'ladi. Bo'lsa o'rtoqlar. Bo'lsa bundan tashqari agar xohlamasangiz, oilaviy xotin bola chaqani olib, kelib, dachamizda dam olib, hamma sharoitdan foydalanib, prosta dam olib ketsalaring, eng qizig'i bitta hanaqa nima deydi? Qizlar bilan kelib dam olib, narsalar yo'q. Seryozni masala aytgandek, oilaga sharoit eng yaxshisi. Oila uchun sharoit. Konditsioner, hamma narsa qilib qo'yilgan. Bitta odamga lyuks qana sharoit kerak bo'lsa, hamma sharoit. Odamchi, men o'zimga o'zim aytaman, go'yo ishlab o'lib ketasan, Yusuf, nima qilasan, shuncha qilib deyman. Endi iloji yuribmizda, hozir saunasini ko'rsam, shoshilmay ko'ring. Uzib bering. O'zimga o'zim aytdim-da, yo'q dam olgin dedim, endi men o'zim bosolmayapman. Endi xudo xolasa bosilib qolarman bir kun. Yoshlik qilyapman shekilli. Aytganimdek, hech bo'lmasa siz mana nimaga keldi dam oling, sindoshlar oqibatsiz bo'lib ketdi o'zi bor. O'sha oqibatsiz sindoshlarning video tashab, o'sha yerda Amir degan dacha bor ekan, yur bor dam olaylik deb ikkita sindoshni olib kelib, karaoke mikrofonni olib chuki qilib aytib, PlayStation o'ynab, mana ko'ryapsiz, hamma sharoit qiling. Prosta lyuks sharoit. Prosta kelib dam olish kerak. Bo'ldi, xolos, talab. Ikkitadan dushovый kabina, parlari, ruskiy par, chisti, taxtalarga hech ham yo'q. Hamma sharoit bor. Aytayapman-ku, issiqligi 120, 150. Pargacha da siz bo'ldi. Hozir detskiy plashatkasidan tepasini olib chiqib ko'rsan, shoshilmay ko'ring. Eng qiziqarli kulminatsion joyiga chiqdik. Nimaga deydi? Mashetdan va'dilda sovug'i bir xilda urib turadi, bor-ku. Shamoli. Bitta ikkita o'rtoq bilan hali maslahat qilib o'tiradigan joyi. Kachalay o'ziga yarasha. Detskiy plashatka agar farzandlar bilan kelib qolsangiz, farzandlar bilan bolalar yerda o'ynayveradi. Siz ba'da ayolingiz bilan maza qilib, gaplashib, netib, bola chaqalar bilan dam olib, mana detskiy plashatka yumshoq, maysa, kinoteatri bor. Kino ko'rib kechki payti, o'sha o'rtoqlar bilan futbol tomosha qilgan hech bo'lmasa, mana shu 5 kunlik vaqtnoyda maza qilib kelib dam olinglar, yig'ilib 15 kishigacha ruxsat bor. Prosta kelib dam olinglar, eng yaxshi darslardan bittasi.